Anchadan beri ishxonamizda sizlarga video rolik tayyorlamay turdik. Buni sababi ko'rib turibsizlar, ish jarayonimiz juda ham qizg'in holatda ketyapti. 13 diskadan 76 diskani tayyorlab berish xizmatimizni sizlarga taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum akalar va ukalar. Bugun biz diska bo'yicha video rolik tayyorlayapmiz. Mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'ysizlar, obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysizlaring, texnikaga oid narsalar sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi. Biz manzilimizga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Mingbuloq tumani 3 qishlog'ida ish faoliyatimizni olib bormoqdamiz hozir. Shu diskalarimizni sizlarga video rolik qilib tayyorlab beraman do'stlar. Narx-navolarimiz bilan tanishib chiqamiz. Ish jarayonlarini ham ko'rib boramiz. Bu diskalarimiz sinovdan o'tgan, 100% holatda ish berilgan narsani men sizlarga taklif qilib qolaman akalar. Hozirda ushbu 76 diskalarimiz ish berdimi degan akalarimizga 100% holatda ish berdi. Hamma diskamiz zakaz kesilyapti. Shu O'zbekiston bo'ylab jo'natib berilyapti. Shu kelishtirilgan narxlarda. Ishxonamizni ham ko'rdilaring, diskalarimiz 20-30 dan ortiq. Xuddi shunaqa sizlarda 13 diskalaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol sotib olish imkoniyatimiz bor. Telefon nomerlarimiz yozilgan, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kelishtirilgan narxlarda olish imkoniyatimiz bor. 13 diska, bittasi 76 diska. Shularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qanday yasalyapti, qanaqa effekt beryapti. O'shalarni sizlar bilan video davomida o'rganib chiqamiz. Hozirda ko'rib turgan diskalaring tayyorlanyapti. So'rka jarayoni ketyapti. Tayyorlarni ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Kraska qilib, tayyor qilib, o'z egalariga jo'natib boryapmiz do'stlar. Hozirgi variantimizda so'rkamizga o'zingiz bitta baho berib qo'yasiz. So'rka jarayonlarini ham ko'rsatib qo'yasizlar. So'rkamizning quyulishlarini ham ko'rib turibsizlar, umuman uzluksiz, va chotki holatda bo'lyapti. Videomizga bittadan like bosib qo'yasizlar, diska qitirib yurgan akalarimizga bu videomizni tez jo'natib qo'yasizlar. 76 tayyor bo'lgan diskalarimizni ko'rsatib boramiz. Kirasi ochilgan egalariga jo'natgan holatimizni qo'yib boramiz. Sizni traktorda turgan diskangiz 13 diska. Bu diskani 76 qilishga o'ylanayotgan bo'lsangiz, bemalol orqaga chiqaverasizlar. Shu ko'rib turgandek qilib, chiroyli qilib yasab berish xizmatlarimiz bor akalar. Hozirda ish jarayonlari qizg'in ketyapti, faqat zakaz asosida tayyorlab berish xizmatlarimiz bor. 76 diskalarimizni mart oyidagi narxi plus-minus o'ynayapti akalar. Telefon qilasizlar, kelishtirilgan narxda ilojini boricha yengillatib berishga harakat qilamiz. Hozirda ushbu ko'rib turgan diskalaringni mana ichini olib kesib olishgan. Shunday holatda bo'lib, oralariga planka qo'yib chiqiladi. So'rka jarayonlarni ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana akam so'rka qilishyapti. Ko'rib turibsizlar. So'rka jarayonlari 0 ham tekis, qo'yilganda ham balansировkani juda ham zo'r holatda beradi. Yaxshi holatda ish berayotganligi uchun ko'rib turibsizlar. Zakazlarimiz ko'p. Hamma diska zakazga tayyorlab berilyapti. Xudo xolasa ishimiz yaxshi va sifatli bo'lib chiqyapti. Aqda ham kraska jarayonlarini ham olib borishyapti, tomonlarini ham ko'rsatib boramiz. Ushbu mana ko'rib turgan diskalarini yonidan qirog'idan kesib, planka qo'yilyapti. Juda ham zo'r, yaxshi holatda bo'lib chiqyapti. Kraska jarayonlarini ko'rib turibsizlar. Kraskamiz sachyapti, shogird ukalarimiz sachib qo'yishyapti.